Puli tekkan odamni chayon chaqqandagi chaqadi. Shuning uchun hovlimizda 10 xildan ziyod dorivor giyohlarni yetishtiramiz. Shu dorivor giyohlarni xususiyati, fazilati haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Mana bu ro'paramizda turgani piyon guli deyiladi. Piyon gulidan tabobatda asabi buzuq, epilepsiya deydi, tutqanog'i bor bemorlarga dori sifatida ishlatiladi. U yana miyasida o'zgarish bo'lib, bitta odamni 2 ta 4 ta ko'radigan bemorlarga ham juda foyda qiladi. Yana hovlimizda atirgul yetishtiramiz. Bu eski o'ta hidi kuchli atirgul. Atirguldan puli tekkan odamni chayon chaqqandagi chaqadi. Shuning uchun hovlimizda 10 xildan ziyod dorivor giyohlarni yetishtiramiz. Shu dorivor giyohlarni xususiyati, fazilati haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Mana bu ro'paramizda turgani piyon guli deyiladi. Piyon gulidan tabobatda asabi buzuq, epilepsiya deydi, tutqanog'i bor bemorlarga dori sifatida ishlatiladi. U yana miyasida o'zgarish bo'lib, bitta odamni 2 ta 4 ta ko'radigan bemorlarga ham juda foyda qiladi. Yana hovlimizda atirgul yetishtiramiz. Bu eski o'ta hidi kuchli atirgul. Atirguldan